Gareth Bale. Bu futbolchini ismini eshitishimiz bilan kino qahramoni hisoblangan Flash esimizga keladi. Ha, bu o'shanday tez yugura oladigan futbolchi va hech qaysi futbolchi o'z tezligi bilan bizlarni bunchalik hayratga sola olmagan. Lekin bugun Bale'ni tezligi bilan emas, gollari bilan sizlarni hayratga solmoqchi. Mana sizning e'tiboringizga Gareth Bale ijrosidagi top gollar. Uzoqdan dahshatli zarbalar yo'llashga usta hisoblangan US'li futbolchi yuqori iste'dodi bilan bizlarga shunday ajoyib gollarni sovg'a qilib turadi. Va bu goli ham rostdan ham ajoyib gollaridan biri. Bale'ni biz faqat tezligi yoki kuchli zarbalari ana sizga Bale va ana sizga roligimiz boshida aytib o'tganimiz mashhur tezligi. Bu vaziyatni YouTube tarmog'ida milliondan oshiq insonlar sevib tomosha qiladi va qilishda davom etmoqdalar. Rostdan ham Bale'ni bu Barsaga qarshi o'yindagi fantastik reydni 100 million marta ko'rishimizga arziydi. Real o'yinchilar ajoyib oshirishlari bilan boshlagan hujumni Ronaldo fantastik boshi bilan pas berib, bu oshirishlarni yuksak saviyaga chiqaradi. Lekin oxirida Bale'ni kiritgan bu goli bu vaziyatni bezagi ekanligini hamma o'sha zahoti tushunib yetadi. Rostdan ham mukammal gol. Ana sizga o'sha Liverpoolni yig'latgan oqshomdagi Realni bayram qilishga majbur qilgan gol. O'shanda Bale karyerasi davomidagi eng zo'r gollardan birini shunday shaklda darvozaga kiritgan edi. Rostdan ham bu gol Bale'ni hali yana Real Madrid jamoasi uchun kerakli o'yinchi ekanligini isbotlamoqda. Videoning oxiriga keldik. Do'stlar, sizningcha Bale Real jamoasida yana o'zini yuqori sport formasida chiqa oladimi? Shu haqida o'z izohlaringizni qoldiring. Biz bo'lsa keyingi roligimizgacha sizlarga ko'rishguncha deb qolamiz.